Namanganda Rossiya armiyasiga yollangan shaxs jinoiy jazoga tortildi. U Rossiya qamoqxonasida o'lib ketmaslik uchun urushga borishga rozi bo'lganini aytgan. Kun.uz tanishgan sud hukmiga ko'ra 2021-yilda 30 yoshli erkak pul ishlab topish maqsadida Rossiyaga borgan. Keyinchalik u narko jinoyatda ayblanib 9,5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Erkak 2025-yil yanvar oyida Rossiya Mudofaa vazirligi bilan 1 yillik shartnoma imzolagan. U sudda bunga qamoqxonada o'lib ketmaslik uchun majburan rozi bo'lganligini bildirgan. Qamoqxona ma'muriyati rus millatiga mansub bo'lmagan barcha mahbuslarni besabab qattiq rejimdagi izolyator, ya'ni karserga kiritardi. Karser zax, devorlar yorilgan va havosi juda sovuq edi. U yerdagilarning ovqatiga ataylab cho'chqa go'shti qo'shib berilardi. Kim urushga ketishga rozi bo'lsa, karserdan chiqishini, norozilar shu yerda o'lib ketishini aytishdi. O'lib ketmaslik uchungina rozi bo'ldim degan erkak o'z ko'rsatmasida. Shartnoma imzolagan mahkumlar 2025-yil 5-yanvarda Donetskning Metalist qishlog'idagi dala poligoniga yuborilgan. 10 kunlik mashg'ulotdan keyin ular jangga tashlangan. Ortga chekinganlarni otib tashlash buyurilgan. Oradan bir kun o'tib ular ukrainalik askarlar hujumiga uchragan. Oqibatda og'ir yaralangan erkak harbiy gospitalga yuborilgan. So'ng u yerdan qochib 28-mart kuni O'zbekistonga yetib kelgan. Sud unga 3,5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosini bergan.